Golden House Assalom Jomi proyektidan bir xonali uy chiqib qoldi. Golden House'dan uy olsanglar-da, o'rtoqlar, mana shunaqa shumkalari chotki bo'lsa qaranglar. O'ynab o'tiramiz. Shum eshitasiz ham. Ichkarida yotgan paytinglarda hech qanaqa shumsizlarni bezovta qilmaydi. Chotki shumanizatsiya qilingan. Mana bu domlarni ko'rishingiz mumkin. Вообще Vietnam qilib tashashgan. Bu proyektimizni Golden House Assalom Jomi proyekti. Hop, общий stankasi bor. Детский plashatkasi bor, zeleный zona, 7-etajda joylashgan. Qaranglar, yana bitta eshitamiz. Shumni eshitasizlar. Bilasizlar? Spokойный mana bitta karavotlarni qo'yib qo'yib mazza qilib yotasizlar. Hop, bu yoqqa kirib, kuxoniylarni taxlab olsanglar bo'ldi, gaz plitani qo'yib berishadi. Balkonni ko'rdinglar, такой уютный balkon, 7-etajda. Mana bitta farzandlarni bemalol tomosha qilib tursanglar bo'ladi. Mana bu yoqda bo'lsa, sanuzul. Kafellari bitib bo'lgan. Hovlidan ko'rinishi o'rtoqlar, dom lekin вообще turishidan fayzli bo'lib turibdi. Hovlisi ham takoy boshqacha. Hop, kameralari bor, domofon qo'yib berishadi. Hop, narxi o'rtoqlar 30 kvadratli bir xonali uyni 45 ming dollar bo'lishi deb aytishyapti. Telefon nomeri qo'yib qo'ying, balkim nimadir qilarsizlar. Menimcha bo'lishini qilib bersalar kerak. Hop, biznesga ham yaxshi ideya. Sotib olib turib, masalan, kvartirani qo'yib qo'ysalar ham yaxshi variant. Videoni mana shunaqa uy qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar, balkim foydasi tegib qolar. Like esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.